Şunda isil neşbet, korunun neşbeti, korunun olması fulanmayma. Bana mı? Ya vankantlar! Nemi jangalda kalgan öşkidek bakıraysan. Kapımızda bana neşbet alamdı ki ne? Boran sakı etken neşbetini. Man, ne kapırıp satsan satkana? Vay, bana ammısılımı, meyleme, et ayanda et degen adamın köngülü gibi azar vermişler. To'g'ri. Bana silihlik aslida Shiminchim hocam bilan panjidan ikkisining eliqi ishiga qopib keladi. O ikkisining ishini uchun men chiqib qo'ymadim, shu qo'shnilar chiqib qo'yibdi. Hey. Sen shumtakning g'irisini kim bilmaydi? Bu so'ning topini yalab to'xtamliq ishchi bo'lib elibla. To'la haddingdan oshma. Ay bo'ldilar bu, ketayman. To'xtab tur. Yongi. Voy, mushu kunlarda Seyit manqidan munosib bo'lib ketibsan-chi? Oy, mundaqla deb qo'ygan gapga shunchalik xapalash ketamdi. Vang anang qeridi. Burunqi holim yo'q. Uning ustiga Mavzuson degan palandi yo'lvos o'ltagan mushtim bilan mengamga birini qo'ygandan beri mana mushundaq danqon put so'zlaydigan bo'lib qoldim desa. Vangana degidakmi yangilik yo'q endi. Voy ketaychi yaxshi. Hey yongi. Voy o'taqna. Deysan atigan noshtilikni nashbit eding. O'g'il deganchi sovuqlik bilan aytilasi bo'lmaydi. Menchi sen xotinning issiqlik cheyni damlab chiqay-a? Mana. Voy, vangana. Ama lekin sinilmuş qamoqlarga ilinmaydigan beliq yo'qchi bak. Mana lopturning to'qichi, o'tdan yegin. Hay. Yunga. Yaqindan beri toza mijasim yo'q. Men do'nko'rikki bog'ida ko'rmadim. Ko'ch-ko'ylarda nima ishlar bo'layotdi? Men bir tappagina. Desam hech kimga demisizlar, Juma. Voy, xotirjam bo'g'ina. Vangana angladingmikan? Bu yil yangi noyisni vaqo, yil oxirida mush yo'lvos o'ltirishda to'pisi alaydi bo'lgan birsini saylab, ekskursiyaga chet elga avatamish. Chet elga? Hey. Chet elga desa, chet elga deb xato anglab qolmagansa? Voy, vangana, xato anglab qoldigan ish yo'q. Bugun atigan avi Do'rigar Xinjoning do'koniga borsam, shu yerda bizning yangi noyisining hokimining ayolining inisining qiynotisining singlisi muhabbatiga telefon qilibdi-ku. Shu yerda anglab qoldim. Demak rostganda og'zingni navab. Qani, chengni. O'pdan ishcha. Ma'qul. Voy, Shiminchim hojam, teshtiriblar. Voy, xon ochildir silning g'amlarini yemay. Ya'ni kimning g'amini yeydi? Hojam, Mahvu do'konga dekkil bir kep kelsalar. Muhim ish chiqib qoldi. Uning ustiga Qurbon hayit kep qoldi. O'zlari bilib, chapsan bo'slajimi? Chapsan keslar. Voy, avarumuslar vangana. Ma yangi noyisligining hammasi vaqo. Mushu ishqa, mushu Vusun palvonning sharti tamamen to'shidi deb saylamni saqlab o'tibdimish. Nima? Saylamni saqlab o'tibdimish? Yetimga yo'talning nemishi deb otam ko'ymagan, onam ko'ymagan Vusundek palandiga chet elni kim qo'yibdi? Mojahanning egisi bor deymi? Bu sizlar unda degan bilan Vusun palvon degan Jingyang davundikilarning nijotkori, yangi noyisining ugunish ulgisi, uning ustiga vaqo. Ma Yamul yo'lvos o'ltirish mahkamasining yuzida ish tursa. Hey, talviga cho'moq tutqazman nadonga mansabdab. Yo'lvos tutaman deb toqqa chiqib elib, tog'da yo'lvos marab juramdi yoki xalqning xotinlarini marab juramdi. Kim ko'ribdi? Oy, to'la gap qistamay, menga Panjilan xonimni chaqirib kelgin. Panjilan xonim nima? Bo'ldi. Chapsan bo'l. Nashbitim nima? Uning jiddiy yig'in bor ekan deb to'xtag'injimi? Ma'qul. Yig'in bor ekan. Chapsan bo'l. Ma'qul. Tova. Ot olsa toyga egishar. Xotin olsa boyga egishar deb. Assalomu alaykum og'ana. Oltin tallar omonmikin? Oy, bugün kesla. Oy, qani, yiqirg'isizlar. Bugün silimichi osmon o'rilib tushsa tegdiman deyayotganlar. Ma jahonda nima ishlar bo'layotdi? Bunda qarab jursizlar deyman. Ay, vang'animizning oyog'ining ostida shamol o'tish biltirsa, jahonni suv besib ketsin, parvoyim palak. Xo'sh. Meni nima vajizim izlagandilar? Bugün ağlasam, yangi noyimizga
yo'lbos o'ltirishda to'kpis alaydi bo'lganlarga bir son kaptimish. Uni chet elga ziyoratga chiqdi ekan. Nima? Chet elga? Begin, seni bilan bizning Yangon oyimizda ot eshakdek yuzimiz bor. Seni bilan biz tug'an yerda vo'singdek palanda berib qolsa, sat turamikin? To'g'ri. Bu xabarni nayt vaqtida anglabdilar. Biz darhol yuqori tuman yo'l mengib, mushu bir sanni qo'lga keltirganning ishini qilaylik. Ha? Voy begin, gapni qilmoqqa o'ng'ay. Lekin seni tosh sanayotgan bilan aramizda qum sanayotganlar bor deyman. Vangana isim qursin. Mana bu o'zlariga va'da qilgan shiping duqaba. Voy-ya. Yana men xotinlik tutqanlayotgan bir kiyimlik atlasim bor. Qabul qilgayman. Ishqallah. Qani. Men ish tugagandan keyin men yana o'zlarini ayrim rozi qilib olaman. Ha? Qani begin, yo'qirasizlar. Begin, sabab qilsang sevati suv to'xtaydi deb ekan. Biz oldi bilan nomzodni obdan bekitib, uning materialini aytib yaxshi yozaylik. Uning degan avusingdek bizga putli qashan bo'lganlarni ko'zdan yo'q qilsa qolmaydi. To'g'ri. Men qog'oz qalam. Darhol yozaylik, ha? Voy Muraddi! Voy! Eshik bilan qo'yri g'ajak tortibdi deb. Asla boshlab kezadi vallarni. Biz sat turamikin, onun ustiga buni vusun 105 ta ko'migan tursa. Ko'migan tursa deb ketganni. O yasalımlıklarını iyi bulsun ki geldi kıptaslar. Vay silinin ben bilmem xirin. Seni yığılaydıgan xotin emas. Uy. Nerede seppetek? Mo'michi yerdan qutulgan qo'shamay, meshak yig'lab kelganlar. Shuni deyman. Shiminchi hujam sizlar unda degan bilan vudankan ko'rimsiz bo'lgani bilan ko'ngli yaxshi unda adam. Og'zini yop. Odam degan ya yaxshi bo'lish kerak, ya aski bo'lish kerak. O'tirdi qolgan odam degan bo'lamdi. Shuni deyman. Erlar hojatxonasiga kirgan odamning hammasini erdigil bo'ladimi? Mana bu ishimiz darhol chiqish qilaylik. Vaqt istab qoldi. To'g'ri. Xatolashmasam, chatga chiqadigan ishni deyishyapsizlar-ku deyman. Biz dal bu ishni deyishayotgan. Men necha vaqtdan yo'lbosning dardini aztatmadik. Ha? Mana endi men halotni ko'rdiganda foydali xatmas bo'lmaydi. Rost. Shuning uchun begim biz nomzodni obdan bekitib, materialini aytib yaxshi suv kirgisiz to'g'ri kirishimiz kerak. Yunga, darhol qog'oz qalam tayyorlab, rixni o'zini Chaqirgan yunga. Mana qog'oz qalam. Bo'la. Yozay. Bundan 10 yil burun. Dal mushu kunda, mushu choyxonada Shemintin hocam boshchiligida yo'lbos o'ltirish muhokama yig'ini ichilib, bizning mushu choyxona yo'lbos o'ltirish bosh qo'mondonlik shtabi qilib bekitilgan. Yozay. Shu qatimliq muhokama yig'inida Vangana Jingyang davundagi vahshiy yo'lboslarni o'ltirib, Yangon oyisi xalqlarga xotirjamlik ato qiladi degan temada nutq so'zlab, yoshlarni yo'lbos o'ltirishga safarbar qilgan. Yozay. Tencerenin xenimmi keçini kündüzge oğlab, ardım taldım demey. Oldun kısaptaki azimetlerden hal soraş yüzsüdün, haksız polo itip beygen. Şakish Yunga şu çağda rahmetlik Buda bilan birlikte tağdavallardan eşip, yo'lbos o'ltirgichlarga polo mevchilarni vaqtida yetkazib bergan. Men ne? Voy sen shundoq qil. Shundoq chapata. Shundan keyin Vangana yo'lbos o'ltirish qo'shinliklarini zo'raytish uchun o'zining balodek nafsini kechib, dal mushu choyxonada yo'lbos o'ltirgichilarni tarbiyalash kursi ochgan. Ham shu kursda o'zi yo'lbosning quyrug'ida tutib, piqirtib, uyan-buyan urish, yo'lbosning qulug'ida tutib chiraq tutirish qatorliq muhim darslarni so'zlagan. Yozay. Shemintin hocam bu hareketni zo'r kuch bilan qo'llab qolmay, qahrdan so'g'uq, tomuz issiqlarga qaramasdan Jingyang davuniga o'zini chiqitib berib, birinchi satlik palvonlarni hal so'rgan va jangga bevosita qatnashgan. Yozay. Mana yozay. Tencerenin xenimmi yo'ldoshi Budadan ayrılıp qag'iniga qaramay, qayg'uni kuchga aylantirib, Mashrat Gulcheni o'z qo'li bilan elib, Shemintin hocamni 75 qilib, Jingyang davonimizda yo'lbos mashripi o'tkazib bergan. Yozay. To'g'ri. Necha vaqtdan beri mushu vudankan bilan sirtlardan yurib, bu choyxonada olamshumul ishlarni bo'lib ketgan, ajab bilmaydigan mana. Sen bilmeydiğin işler köp. Sen artık işe aralashmay. Bak hoca kanlı degan siziqdan chiqmasang, ziyon topmaysan. Vaqtlar. Biroq bu non 4 bola 5 degandek bu son 1, sizlar 3. Buni qanday qilsak bo'lami ya? Bu ishga kelsak, har holda
o'ylashib bir nima qilganimiz tuzuk. Meningcha bo'lsa, bu ishda birinchi bo'lib Van onam ba'zi to'g'ri bo'ladi. Lekin o mushundaq cho'ng bir korxonaning xo'jayini turib, sayohatchilikning oltin mezgilida choyxona taqab qo'yib, chet ellarda yursa toza qamlashmas. Shunga birinchi bo'lib xo'jam basin. Ikkinchi yili Van onam basin. Yana bir yili fursat bo'lsa men boraymikin? Tulkining taqsimoti bo'ldi-da bu. Buni mi yozamdan? Voy, to'lni nervam taymigan. Van kampir to'g'ri. Van onamiz choyxona cho'ngaytmoqchi emasmi? Men sizlarga bu choyxona kichik bo'lib qolibdi. Biz do'nko'rikda bir do'kon ochib sizlar shuni bir qahvaxona qilib ochmamlar. Daha bazadan deydi. Endi penjilarxonaga kelsak, Vudaning o'limining taqi og'iri chiqmadi. Vusun qaytib kelsa, uyni bo'shab to'y qilaman deyishni yanmaydi. Shunga men penjilarxonamga ma kino studiyasiga selayotgan Gavsondan bir yurish o'yib Siz shuni o'tasiz. Ben aşı Gavson'un etrafında neşbitimiz yetip yürüyeyim. Yungaynimizni unutib qoldik. Yunga aynim seni unutib qolmadik. Sen bizning bu do'ko'rikdan bir kun yo'qolsang, bizning ma baqqalchilik ishlarimiz sug'uchilishdi. Sen bu qatimqi chet elga chiqish faoliyatining ismini atash sharafiga muyassar bo'lding. Bu sharaf emas. Sharaf emas. Bunun ustiga Sheminjon hocam sana yaltapalli qo'l harvisidan bir nap beradi. Durust. Eski seviting ularni xo'shlaysan bolam. Rahmat. Biroq yana bir ish. Ma Vudaning o'limi to'g'risida sirni hech kimga tiniqjonman. To'g'ri? Anglasam, ma qonun va putra programmasiga bu diloni ishlamoqchi ekan. Nabad ular sizni ziyorat qilib qolsa, tilingni chaynab og'zing kelgani joylaydigan bo'lsam, Hiç kimga demayman men. Hiç kimga faqat demayman. Assalomu alaykum. Oy, Tez turishibdilar. kesla mehmon. Qani bu yoqqa sizlar. Yuqorisizlar. Qani marhamat. Begin, o'sleri. Men yuqori qaymoqdan keldim. Ha? Heliqi yo'lvoz o'ltagan Vusoning uyini topolmay tenab yurayman. Voyay. Heliqi aroqkash piyanchik Vusoni izlab kelganman. Aroqkashdanmi? Men onun yangisi, onu nimacını izleydik. Voy, nima vajidan izlaydi? Men segishgan mayning pulini so'ylab kelgan gap. Ha, begim. Bu sunkamni qanchalik qarzi var men neşbitimiz yetip töyleydim ben onu. Aqaslari xato tushunib qilishmaslar. Men aymoq mahkamasida ishlayman. Voy anam. Biz bu yil Yangon oyimizdan yo'lvoz o'ltirishni to'pis ko'rinarli bo'lgan birsini tanlab, chet elga tajriba almashtirish qavatmoqchida. Hey, tez bo'linglar. Begimga men sharaf ko'kizga keltirib Bo'ldi, avar olishmaslar. Men oldirayman. Uning ustiga hech oyimda aroq sharab ichib yursa qamlashmas. Potligini chiqmay chaynak qo'yib ichaveramiz. Chanak qo'ysa bo'ldi. Begim o'zlarining Vusini izlab kelishdagi xolis niyatlari nima ekan? Haqasandan xabarda bor. Vuson palvonning Jingyang davonidagi yo'lvoz o'ltirishdek bahotirona ish izlari ko'ngildik so'z programmasida ko'rsatilgandan keyin mahkamaning ichki sirtida zilzila qo'zg'adi. Shunga biz aymoq mahkamasidagilar bu qatimda chet elga chiqib tajriba almashtirish nomzodligiga Vuson palvonni o'ylashyapmiz. Hamda Begim. Vuson to'g'risidagi pishni pasatlarga o'zlarim ishinib qolgan o'xshamamdilar. Qaysi pitni pasatlan deylar. Raskat qilsak, Vuson palvonning yo'lvoz o'ltagini qilib qizil yolg'on. Durust. U mushu Yangon oyimizga uchiga chiqqan o'g'ri yanchiqchi. Osmonga pichoq otadigan lukchak. Lukchak? To'g'ri. Bechora Vudalang. Akisi bu yerga sig'dirolmay, tuvanma Qashqa xotin tarafga avati tutgan. Keyin anglasak, u ashalarni ishqirib qo'yib, soqchilar qo'g'lab yursa, Jingyang davini qechib beryaptimish. Begin, Vusonning o'ltaginimiz shu. Bir to'g'ri yo'lvozgan. Hay, tafsilotini yangi toliqdan biladi. Gap qislar matang tishlaganda qarab turmay. Voyay. Onun ismini tilga ilishdim uchun nomus qilaman. Ras, ochu Ulanbaydagi bir padichining xotiniga buzilib, jamiyatimizni yuzini to'kib qoldi. Stela chatoq, uning. Beni chatoq. Akisi Vudamo inisning dardiga chidamay, oxiri o'lib ketdi. Begim, bir qo'saq akisi chigab ketsa. O'lgan bo'z ko'mib qo'yinglar. Hatto o'limigim kep qo'ymadi. Uning vafosida tepib ketmaydi. Anglasam, Jingyang davonida botku-botkuda bisiga aroq ichib, rasvolashib yuribdimish. Edim yaxshi Yangon oyisida
xalq ko'yinadigan, necha yolvos o'ldirmasmi, hech kimga tinmay kamtarlik bilan ish qiladigan Shiminchim hojam bu ekan. Hamza mudaning jesini taladi qalakan. O'zlarim yo'lbos o'ltaganmi? Voy begim, o'zlarim yo'lbos o'ltaganmi deylig'i? Kuniga birini deslar. Voy. Bekshanba kunlari tamoqsin dögash, taqi chiqib, shu bir ikki yolvos o'ldirib qo'yman men. Barakalloh, barakalloh. Bizga mana o'zlariga o'xshash azimatlar kerak. Yo'qsi. Sizlarning shu bayotin beri degan so'zinglarning dalil isbotlari to'liq-a? Dalil isbotlar to'liq. Yurga! Mana isbotlar chiq. Mana. Ular chapsan bo'l. Uy, begim. begim. Ko'zdan ketir. Begim, uy. Mana Mavu Shiminchim hocamla. Azor. Mavu Vanganamla. Menimcha. Mavu Pençilenkinin. Benim hazırçı yok. Qani ko'rmoqchi hojam. Pençilenkinin ki ağaca. Za! Numus qilsam omondu. Xiyolinglarda meni hech nimani bilmaydi deb qapsizlar-da. Men bir oydan beri bu yerda nima ishlarning bo'lib o'tganligini aniqlab chiqdim. Sizlarning razilliginglarni butun yango'na iskilar biladi. Begim, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Musa palvon. Amir begim, tekshiriblar. Dal vaqtida keliblar. Qani, marhamat. Marhamat. Voy, yanga, o'zim bu yerda ekanlar. Uyga olsam odam yo'q. Voy murabbim. Uy. Voy murabbim. Yanga, nima uchun yig'laydilar? Nima uchun qariq tutib oldilar? Akalarim mudadan ayrılib qoldim. Nima? Akam? Akam nima bo'ldi? Akam nima bashib bo'ldi? Nima uchun men burra xabar qilmadinglar? Voy begim, sizlarga xabar qildik. Sizlarga necha qitim yangilar telefon qilgandi, telefonlar ubaji etgan. Onun ustiga enilari bo'ldi akamni avar qilmanglar. Voy, bo'ldi enimni avar qilmanglar. Bir necha kun yasamlar o'zim o'lib qolaman. Yo'q, so'qib qolaman deb xabar qilib qo'yman. Aldamchi bosh. Musa palvon. Savr qislar. Qaraganda biz aniqlaydigan ishlar xili jiqta qiladi. Begim. Yanga! Nima ish qilsam bo'lsang burun xabar qilmading? Ben kabul kılaysam. Vay yok. Aka, sizning o'limingizdan so'radi. Cho'qim aniqlab chiqini. Qisosingizni almay qo'ymayman. O'zlarini besvatsizlar. Bu nakasin deb o'zlariga avorchilik deb olmasa. Bular inson qilipidan chiqib soxta shon shuhrat qo'llashdi. Hatto boshqalarni qarshiladi. Men bularning butun materialni Yomulga yo'llab etdim. Qolgan gapni Yomulga bergan deyshayli. Qonun bag'u. Nesha? Begim. Nesha? Sen mama. Bakın. Tanto